Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bayram kayfiyatida bozor kun bo'lishiga qaramasdan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi Temur Ismoil Kamoliddin ishda qabullar o'tmoqda. Turist politsiya hududida. Opa, fikringiz? Bugun mana kuzatuvchilar, birinchi sizlarni bayram bilan tabriklayman. Yangi yil muborak bo'lsin. Hamma baxt va saodatli yashasin. Mana bugun yakshanba kuni dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Temur Kamoliddin qabul qilyapti. Ertalabdan beri ancha odam qabul bo'ldi. Hammani deyarli muammosi yechildi deb o'ylayman. Hozir bizda ham muammomiz yechimi topildi. Kayfiyat qanday? Kayfiyatim yaxshi. Hozir endi muammo yechildi. Siz qaysi tumandan opajon? Men Jarqo'rg'on tumanidan. Jarqo'rg'ondan viloyatga kelyapsiz. Ha, Jarqo'rg'on qabul qilinadi. viloyatga keldik, qabulni eshitib, chunki ichki ishlarni bitta narsasiga rahmat aytmoqchiman. Har doim qabul hamma mahallalarga e'lon beriladi. Xohlagan odam keladi, qabulga yaxshi muomala bilan kutib olishadi, har bir kishini kiritishadi. Bo'lmasa sizni shu gapingizdan keyin biz ichkari hududga bir kiramiz. Xudo xolasa qolgan fuqarolardan ham fikr olamiz. Opa, charchamang. Sog' bo'ling. O'sha hurmatli kuzatuvchilar, bu e'lon berganimizdek guruhimizga o'sha haqiqatan holat bo'yicha biz hozir Surxondaryo viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasining qabullariga kiramiz. Mana ikkalamiz, videoni o'chirmaymiz. Holat bo'yicha misol hammani misol. Misol qabullar bo'lib o'tmoqda. Misol hozir kiramiz mana hududida mana qabul bo'lib o'tmoqda. Sonra qabullari. Assalomu hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun bozor kuni bo'lishiga qaramasdan Ismoil Temur akani qabul keluvdik o'yin boshlig'ini. Bozor bo'lishiga qaramasdan mana qabul qildilar sovg'alar bilan. Muammolaringiz yechim hal bo'ldi. Yechim topildimi? Yechim topildi. To'g'risi juda ham nima deydi, muomalasi yaxshi rahbarda. Hech qachon qaytarmagan xalq. Qo'ldan kelguncha qonuniy yordam berganlar. Qonun tartibida amaliy yordam beryapti. Qanday boshqa rahbarlar ham shu kishida o'rnak olsa, bunaqa rahbarlar ko'paysa. Rahmat sizga. Sizlar zo'r bo'lsa, juda ham yaxshi inson. Hozir sizdan oldin bir opani oldik, yaxshi fikrlar bildirdi. Hozir yana odamlarning kirib chiqayotgan fikrini olyapmiz. Juda hammani fikri yaxshi. Rahmat. Yaxshi sizlar. Rahmat opa, sog' bo'ling. Xo'p. Haqiqatan bitta ikkita fuqaro bilan gaplashdik. Haqiqatan o'sha muammo murojaatlar yechim topib, viloyat ichki bosh boshqarmasi hamma minnatdorchilik bildirdi. Yana bir bayramlar bilan